qindagi yoki shilliq qavatdagi bu ko'rinish kandiloma deyiladi, teridagi papilloma deyiladi. Va bunga asosiy sabab bu papillomavirus infeksiyasi hisoblanadi. Teridagi bu papillomalar, ya'ni so'ganlar kontakt bilan yuqishi mumkin. Mayda mikrotreshina, travmalar oqibatida birovlarning ichki kiyimini kiyishini yoki buyumlarni ishlatishi oqibatida yuqishi mumkin. Aynan qin sohasidagi yoki qin atrofi, anal teshigi atrofida asosan jinsiy yo'l bilan yuqadi. Papillomavirus infeksiyalarining turlari ko'p, lekin biz uchun eng xavflisi hisoblanadigan 16 ta turi bor. Va biz agar ayolda qinda kandilomalarni ko'radigan bo'lsak, albatta bachadon bo'ynidan VPC mazok olamiz. Chunki bu virusni aynan bachadon bo'yni uchun xavfi bor va bachadon bo'ynida rak chaqirishi mumkin bo'ladi. Bu virus kimda ko'proq tezroq rivojlanadi yoki paydo bo'lishi mumkin. O'sha jinsiy yo'l yuqqandan tashqari immuniteti past ayollarda, insulin rezistentligi baland ayollarda yoki jinsiy partnyori bitta emas bir nechta bo'lgan ayollarda uchrashi mumkin. Bu virus davolanmasa ham agar immunitet yaxshi bo'lsa chiqib ketishi mumkin va izsiz, ya'ni hech qanday belgi qoldirmasligi mumkin. Agar immunitet past bo'lsa yoki vaqtida tekshirilmasa o'sha qinda kandilomalar paydo bo'lishi mumkin yoki bachadon bo'ynida hujayralarning displaziyasiga olib kelishi mumkin. Keyinchalik esa rakka sabab bo'ladi. Shuning uchun agar qindagi kandilomalarni ko'radigan bo'lsak, biz turmush o'rtog'i bilan davolanishni tavsiya qilamiz va o'sha kandilomalarni kriodestruksiya, ya'ni muzlatish yoki lazerda kuydirish tavsiya qilinadi. Chunki ba'zi bir holatlarda bu kandilomalar ayolga diskomfort olib kelishi mumkin. Jinsiy yaqinlik paytida og'riq, achishish, qichishish berishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda qonab ketishi ham mumkin yoki ayol homilador bo'lib qolsa, homiladorlik paytida ular juda ham o'sib ketadi va homilaning tug'ilishiga tabiiy yo'l orqali xalaqit berishi mumkin yokida homilaga o'ziga yuqishi mumkin. Bunday ayollarga turmush o'rtog'i bilan birgalikda tekshiruvdan o'tib davolanishni tavsiya qilamiz.